Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Azizlar, bugungi hadisimiz Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu bab adna ahlil jannati manzilatan fiha degan. Ya'ni bu degani jannat ahlining eng past darajada, jannatdagi eng past darajadagi maqomi haqidagi bob deb turib, bitta hadis va undan keyin bu hadisda biz o'qiydigan hadisda zikr qildilar Imom Muslim. Buni Shabiy aytadi. Shabiy Mughira ibn Shu'ba xutbada odamlarga aytib berayotganligini eshitdi. Aytdilarki, Mughira xutba qilyapti. Sa'ala Musa robba. Musa alayhisalom Robbisidan so'radi. Ma adna ahlil jannati manzilatan. Musa alayhisalom so'radi. Jannatiylar ichida eng past darajadagi bandayning maqomi qanday? Ya'ni jannatdagi eng kambag'al inson qanday degan. Musa alayhisalom Robbisidan so'radi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannata." U bir kishi, jannat ahli jannatga kirgizilgandan keyin u keladi. Fa yuqalu lahum aytiladiki, udkhulil janna. Jannatga kirgin deyiladi. Fa yaqul: "Ay Robbi, ey Robbim, kayf, qanday? Waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim." Odamlar o'z joylarini egallab bo'ldi, oladiganini olib bo'ldi. Ya'ni bu inson yuqoridagi hadislardan tushuniladiki, bu inson jahannamdan azoblanib chiqdi va jannatga kirgizilyapti. Jannatga kirgizilganda jannat uni ko'ziga to'la ko'rsatildi. Ya'ni jannatda men uchun joy yo'q deb tasavvur qildi-da, Allohga qaytib kelib, "Ey Rabbim, qanday unga jannatga kiraman? Odamlar hammasi joyini egallab bo'pti, oladiganini olib bo'pti, ey Rabbim" dedi. Qarang. Fa yuqalu lahu, unga aytiladi: "Atardo an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya?" Haligi odamga aytilyapti. Sen dunyodagi eng katta podshohlarning mulki kabi senga mulk bo'lishini xohlaysanmi, shunga rozi bo'lasanmi dedi. Ya'ni jannatda seni o'rning, seni joying dunyodagi eng katta podshohni, dunyodagi qancha narsaga, qancha joylarga ega bo'lsa, qancha mol mulkka ega bo'lsa, xuddi shuni misli bo'lib qolishiga rozimisan dedi. Fa yaqulu raditu robbi. U aytdiki, ey Robbim, roziman dedi. Dunyodagi eng katta podshohni bir tasavvur qiling. Minglab qo'riqchilari bor. Minglab joriyalari bor. Uni katta qasrlari, son sanoqsiz tillo, kumush, oltin konlarini, uni miyaka mashinalari, hisobi yo'q. Samolyot, katta kiyimalari bor. Dunyo uniki. Dunyo uniki. Hamma uni xizmatida. Tasavvur qilyapsizmi? Ana o'sha odamni mulki kabi senga mulk bo'lishiga rozi bo'lasanmi dedi. U inson nima dedi? Ha, albatta rozi bo'laman, ey Robbim dedi. Fa yaqulu laka zalik. Senga shuni misli bo'ladi. Qarang. Va mithluhu va mithluhu va mithluhu va mithluhu. Senga shuni misli bo'ladi va unga yana shuncha qo'shilgan, yana shuncha, 4-5. Beshinchisida senga yana shuncha bo'ladi deganda faqala fil khamisati, beshinchida aytdiki, raditu robbi, roziman ey Robbim dedi. Faraz qiling, dunyodagi podshohning mulkini 5 barovari siz uchun. 5 barovari. Ey Robbim, roziman deydi. Fa yaqul hadha lak va 10 amsalihi. Bu sen uchun va uni 10 barobar misli ham senga dedi. Walaka mashtahat nafsuk. Sen uchun jannatda nafsing xohlagan narsa bor va ko'zingni quvontirgan narsa bor. Va lazzat aynuk degan ko'zingni quvontirgan nima narsa bo'lsa, sen uchun bor jannatda dedi. Fa yaqul raditu robbi. Ey Robbim, roziman dedi. Endi Musa alayhisalom aytibdi: Ey Robbim, fa'alahum manzilatan. Xo'p, bu jannatdagi eng past manzilatdagi insonni joyi shunday bo'ladigan bo'lsa, eng oliysi qanday bo'ladi dedi. Eng oliysini maqomi qanday dedi. Alloh taolo aytdiki, ulaikallazina aradtu. Ular meni xos bandalarim. Ularni men o'zim tanlab olganman dedi. G'arastu karomatahum biyadi. O'z qo'lim bilan ularni o'rnini o'zim tayinlaganman dedi. Alloh taolo o'z qo'li bilan ularning joylarini, noz-ne'matlarini, ularning qasrlarini Alloh taolo o'z qo'li bilan qildi. Va khatamtu alayha, unga xatm urdim dedi.
falam tara aynun. Biron bir ko'z ko'rmagan uni. Hech kim ko'rmagan. Uni o'z qo'lim bilan qildim. O'z qo'lim bilan uni karomatlarini tayyorladim. Bironta ko'z ko'rmagan. Farishtalar bo'lsin, inson, jin, hech kim ko'rmagan uni. Walam tasma' udhun, biror bir quloq eshitmagan uni. Hech kim eshitmagan ham uni joyini. Walam yaxtur ala qalbi bashar. Basharni xayoliga ham kelmagan. Qanaqa manzilatda bo'lishini xayoliga ham kelmagan. Bu sizning maqomingiz inshaalloh. Hech qanday ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonda xayoliga kelmagan noza ne'matlar. Qol va mistaquhu fi kitabillahi ta'ala. Alloh taolaning kitobida uni tasdiqlovchi Alloh taolaning kitobida aytilgan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Biror bir nafs ko'z quvonchidan u uchun tayyorlab qo'yilgan, yashirib qo'yilgan narsani biron nafs bilmaydi. Qarang, Robbingizning huzurida siz uchun xuddi shunday. Shuning uchun ham jannatga bir qadam kirdingizmi, jannat eshigidan bir qadam bossizmi, demak yutuqsizlik. Xursand bo'lavering. Bu dunyodagi tashvishlar, bu dunyoga g'am tashvishlar hammasi kechadi. Bu dunyoda xo'p, u podshoh. U podshoh qariydi. U podshoh kasal bo'ladi. U podshohning mulki tugaydi. U abadiy emas. Lekin jannatda qarish yo'q. Jannatda kasal bo'lish yo'q, g'am tashvish yo'q, tugamaydi. Eng qizig'i hech qachon tugamaydi. Arzimaydimi shu narsalar? Buni evazi nima? Siz Allohga itoat qilasiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'ysunasiz. Nima buyurilgan bo'lsa qilasiz? Ozgina muddat, ko'p emas. Lekin shu ozgina muddatning ichida siz ko'ryapsiz-ku, ulkan bir noz ne'matlarga ega bo'lasiz. Rabbim hammamizni ana shu jannatlarda, oliy jannatlarda payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan bo'lishimizni Allohim o'zi nasib qilsin. Fasubhanakallahumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.